Do'stlar, hammaga salom. Bugun men sizlarga investitsiyaning eng oddiy yo'lini ko'rsatib o'tmoqchiman. Hamma gap oddiylikda. Bilsanglar, Warren Buffettdan ham so'rashganda, odamga nechta aksiya kerak? 10 tami, 15 tami, 20 tami kelajakda boy bo'lishi uchun. U shunday javob bergan, ya'ni 2 tagi va 3 tagina yaxshi aksiya odamning umrini oxirigacha yetadi. Investitsiya juda oddiy. Hamma gap oddiylikda. Mana qarang. Pulimizni 4 ta narsaga bo'lamiz. Ya'ni oyiga $100 biz investitsiya qilmoqchimiz. $25 tilla, metallardan tilla olamiz. Aksiyalardan, ya'ni kompaniyaning ulushi degani. Nvidia olamiz. Bu uslovni xohlagan odam xohlagan aksiyasini oladi. Eng o'ziga ishonchli deb ep ko'rgan aksiyani olasiz. Yillar davomida rivojlanib boradigan aksiyani olasiz. Valyutalardan yevro, bu ham uslovniy, xohlasangiz dollar va kriptovalyutadan eng zo'ri bitcoin. Ya'ni siz pulingizni, investitsiyangizni 4 ga bo'lyapsiz $25 dan va metaldan tilla, aksiyadan eng zo'r aksiya, valyutadan eng zo'r valyutani, kriptovalyutadan esa bitcoinni olasiz. Bo'ldi. Yangilik o'ylab topish shart emas. Nega odamzod shunchalik o'ziga murakkablashtiradi? Hamma gap oddiylikda. Mana shu usulni men og'aynimdan o'rgandim. Bekitmayman. O'zim endi boshladim. Mana bu usulga, ya'ni pulimizni qiyin emas, ko'p narsani tushunish shart emas. Novichok, yangi boshlagan odamga ham bo'laveradi. Metallardan eng zo'ri tilla, aksiyalardan eng zo'rini o'zingiz tanlaysiz. Valyutadan ham dollar oling, xohlasangiz so'm oling. Kriptovalyuta eng zo'ri bitcoin. Bo'ldi. Yangilik kerak emas bizga. Endi savol berishinglar mumkin, metallarni qayerdan olaman? Aksiyani qayerdan olaman? Valyutani agar bilmasangiz, men tayyorlab qo'ydim. Nachalni ko'rsatib o'taman. Mana misol uchun Binance ni hamma biladi. Приложенияsi ham bor, web sayti ham bor. Mana qarang. Tillani shu Binance ni o'zidan olsangiz bo'ladi. Poiskda Pax deb tayyorlab qo'ydim. Pax deb terdim. Mana Pax Goldni topasiz. $25 bu tilla degani. Tilla bu, tillani olasiz. Dani moment $5124 turadi. 1 unsiyasi. Bu 1 unsiya где-то 30 gram. Siz $25 ga tilla olsangiz bo'ldi. Bitcoin ham shu joyda o'zidan olasiz. Binance'da. Bo'ldi. Mana Bitcoin 70 ming turadi narxi. Bo'ldi. Aksiyalardan endi. Aksiyalarga keladigan bo'lsak, mana Amana degan bir ajoyib bir sayt bor. Web sayt bu ham. Menimcha bular Birlashgan Arab Amirliklarida. Bu yerda dunyoni xohlagan aksiyasini olasiz bular orqali. Mana men tayyorlab qo'ygan Apple, Nvidia ayta poiskga bossanglar. Apple deb yozaylik, mayli. Apple. Mana Apple. Lekin olayotganligingizda ehtiyot bo'ling. Apple'ni mana bunaqa chaqmoqchasi borini olmaydi. Apple mana chaqmoqchasi yo'g'ini men yulduzcha qilib qo'ydim mana. Apple bu oddiy aksiyasi. Chaqmoqchi bu treyderlarga ko'proq kerak. Futures bu. Tak, mana Apple dani $260 turar ekan. Bo'ldi, $25 ga Apple oling yoki Microsoft oling. Yoki Nvidia oling. Siz o'zingizga bilgan yoki S&P 500 oling. Mana 6000, 7000 pashti dollar turadi. S&P 500 Amerikaning 500 ta eng zo'r kompaniyasi. Bo'ldi. Endi aytishinglar mumkin, men dunyoning aksiyalarini tushunmayman. Men O'zbekiston aksiyalaridan bir eng zo'rini olmoqchiman deganingizga, savolingizga mana javob Go Invest degan sayt bor. Mana O'zbekistonni boshqacha tili Capdepo investitsion kompaniya hisoblanadi. Приложениясының nomi Go Invest. Play Marketda bor. Kirasiz va mana ko'rib turganingiz pasingizda pastda ko'rsatib turibdi. Uztelecom aksiyasi ham bor, Ipoteka, Uzbek Invest, Uzavto Motors, Hamkorbank, xohlagan kompaniyaning aksiyasini, ya'ni ulushini olishingiz mumkin. Bunga qattiq miya kerak emas. Bizning formulamiz, ya'ni har bir sohani eng zo'r narsasini olish, ya'ni metallar ichidan tillaniga ortiqcha menimcha ta'rif kerak emas. Tilla 1000 yildan beri bor. Tilla oxirgi 100 yilda faqat narxi tepaga ko'tarilib boryapti. Pulingizni saqlab qolishni va sekin-sekin oshirib olishni bitta yo'li tilla. Tillani $25 ga oling. Aksiyani eng zo'rini oling.
valyutani eng zo'rini oling. Kripto valyutani bitcoinini oling bo'ldi. Siz xohlagan ishingizda tokerligini qilsan, shofyor taksistligini qilaveradi. Zavodda ishlagan zavodda, savdoda ishlagan savdoda ishlayver. Har xil bo'lmaydigan piramidalar paydo bo'lyapti. O'shanga pul tashlaverishadi-da, oddiy usuldan hech kim foydalanmaydi. Nega? Men shunga qayg'uraman. Men bu kanal orqali odamlarga oddiy passiv daromadlarni ko'rsatib o'tyapman. Oddiy, bizni vaqtimizni olmaydigan passiv daromadlarni ko'rsatib o'tyapman. To'g'ri, bu endi passiv daromad emas, bu investitsiya hisoblanadi. Kerak bo'lsa, og'aynim shu investitsiyada agar 10 yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsa, shu investitsiyadan dam oladi, kerakli katta xaridlarni amalga oshiradi va dalsha keyin investitsiya qilaveradi. 10-15 yildan beri shu ish bilan shug'ullanadi. Ya'ni bu ish hamda bo'lmaydi. Kuniga kerak bo'lsa 1 oyda 1 marta investitsiya qilish, bu menimcha har bir odam vaqt topa olsa kerak. Omad, xayr.